Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar opalar, juda ham ko'p odamlar ish so'rayapti, telefon qilyapti. Yosh kattalarga ham ish chiqaring deyapti. 18 yoshdan to 65 yoshgacha bo'lgan akalarimizni, opalarimizni ishga taklif qilamiz. Bu ish Podmoskvada, xohlasangiz kunlik ish bor, oyliklik ish bor. Bir oyda 105 mingdan 108 minggacha yotoq joyingizni beradi, registratsiyaga qo'yib beradi, bir mahal obetingizni beradi va ishxonaga transporti bor, borib olib keladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Zadeshkasi yo'q oylik tomondan. Xohlasangiz объемga ish bor. Объемga ham ishlasangiz bo'ladi. Erta ham bir oyda 2 marta oylik beradi. Объемga ishlaganingizdan keyin zavisit o'zingizdan. Xohlasangiz 150 ming ishlang, xohlasangiz 200 ming ishlang. Qancha tez harakat qilsangiz, qancha yaxshi ishlasangiz, shuncha ko'p oylik olasiz. Videoga bir donadan laykni bosinglar, обязательно shu videoni tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar. Mana hozir hostelga kelganman, yotoqxonasiga kelganman, ishxonani. Kompaniyani bitta hostellaridan bo'ladi. Bundan tashqari yana 2-3 ta hosteli bor. Polniy obzorini ko'rsataman. Yangi ochilyapti turgan hostel bor. Xudo xolasa 1-2 kundan keyin ochiladi. Juda ham komfortli yotoq joylari. Yotoqxonalarini ko'rsataman, akalar opalar. Polniy ishxonani yangi общежитиясini ochilganini ko'rsataman. Yotoqxonalarni polniy syomka qilib ko'rsataman, ko'rishlaring mumkin. Mana shu hostelda obzorini ko'rsataman, qanaqa hostel, qanday yotishadi bolalar. Главныйsi основной shu yotoqxonasi. Yotoqxonaga kelib joylashadi, ishga borib kelaveradi bemalol. Tinchgina kelib yotsa yotoqxonasida, остальныйsi eshitma bas. Ishga bemalol borib kelaveradi. Bitta ishimiz skladda ichida, ikkinchi ishimiz sexda ichida. Akalar opalar, laykni bosinglar, обязательно kommentariyaga o'tib omad so'zini yozinglar va shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ishlarimiz juda ham ko'p. Yaqinda xudo xolasa yangi kompaniyalar bilan kontrakt qilyapmiz. Ishlar juda ham ko'p. O'sha uchun kanalni kuzatishda davom etib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like, podpiskani unutmaymiz akalar opalar. Men yotoqxonasini polniy ko'rsataman. Qanday yotoqxona, kuxnilarini ham polniy hamma joyini ko'rsataman. Ko'rishlaring mumkin. Qanday usloyalari bor. Mana shu yotoqxonasi. Ichkarida ko'ryapsizlarmi? Bu hozir 10 kishilik xonasini ko'rsatyapman. 10 kishilik xonasi mana shunday toza. Bundan tashqari yana 6 kishilik bor, 8 kishilik bor, 4 kishilik bor. Semeyniy xonalari ham bor. Semeyniylarga kerak bo'lsa, semeyniy xonalari ham bor. Toza ozoda joy. Ko'rishlaring mumkin. Kimki kelaman desa, marhamat, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar, ishga joylashinglar. Adreslarni tashlab berishadi. Kelasizlar, ishga joylashasizlar. Akalar opalar, shu videoga bir donadan laykni bosamiz, обязательно shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Har bitta odam ko'rsin. 18 yoshdan to 65 yoshgacha bo'lgan akalarimizni, opalarimizni taklif qilamiz. Dokument bilan betga qabul qiladi. Moskva yo Podmoskva dokumenti bilan kelib ishga joylashsalaring bo'ladi. Layk bosib shu videoni tarqatib qo'yamiz. Oyligi объемga ham bor, kunlikka ham bor. Bir oyligidek ish ham bor, объемga ham ish ham bor. Oyligidek 105 mingdan 108 minggacha, объемga зависит o'zingizning ishingizdan qaraydi. 100 ming ishlasizmi, 150 ming ishlasizmi, 200 ming ishlasizmi, o'zingizning qo'lingizda hammasi. Layk bosib tarqatinglar akalar opalar shu videoni va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Обязательно kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yish esdan chiqmasin.